Andijon viloyatida uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatiga chek qo'yish hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida tezkor tadbirlar olib borilmoqda. Joriy yilning 10-mart kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida bir guruh shaxslarning noqonuniy faoliyati fosh etildi. Jinoiy guruh yetakchisi sifatida keltirilgan Ismoilov Muhammad Umar Baxtiyor o'g'li 1995-yilda Asaka tumanida tug'ilgan. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277, 110, 112 va 137-moddalari bilan sudlangan. Laqabi Umar va uning jinoiy sherigi Ergashev Elmurod Begijon o'g'li 1993-yilda Izboskan tumanida tug'ilgan. Muqaddam Jinoyat kodeksining 104, 166, 168, 266 va 277-moddalari bilan sudlangan. Laqabi Elmish. Ushbu shaxslar o'zlarini qonunlardan ustun qo'yib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan buzib, fuqarolarga ruhiy va jismoniy bosim o'tkazib kelishgan. Ular Andijon shahrida joylashgan Gaga nomli kafeda moddiy manfaat evaziga fuqarolar o'rtasidagi mulkiy masalalarni ko'cha yechimi tarzida hal qilishib, bezorilik harakatlarini sodir etishgan. Xususan, joriy yilning 23-fevral kuni Ismoilov Muhammad Umar yuqoridagi tanishi Ergashev Elmurod bilan mazkur kafega kelib, bu joydagi kafe xodimlarini haqorat qilib, 2007-yilda tug'ilgan yigitni urib, unga qasddan tan jarohati yetkazishadi. Shuyaplar, shundaymi deyapman. Menga turmas deydi. Shundaymi? Mana menga. Sen bittikani bittasi qayda ko'ray? Menga aytib. Nega javob olvo? Ushbu shaxslar o'z jinoiy harakatlarini davom ettirib, o'zlariga avvaldan tanish bo'lgan 1992-yilda Andijon shahrida tug'ilgan erkakni kafega chaqirishib, u bilan o'zaro janjal keltirib chiqarishadi. Buning oqibatida kafe ichidagi xonalarning biriga ushbu fuqaroni olib kirishib, uni ham do'pposlab, tan jarohati yetkazishadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilar protsessual tartibda qamoqqa olingan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham ushbu jinoiy guruhdan jabr ko'rgan bo'lsangiz yoki ularning nojo'ya xatti-harakatlari haqida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz. Shaxsingiz sir saqlanishi to'liq kafolatlanadi. Andijon viloyatida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi doirasida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashga qaratilgan tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.